Mana qator oxiriga kelib oldik. Endi bu ipimizni yana xuddi o'shanday qator oxirini yakunlaymiz. Ipdan kurchoq chiqarib olamizda. Mana bu birinchi petlaga kirib orqaga tortamiz. Mana keyin oxirgi petlarni orasidan kirib, o'qdochani orasidan kiryapman. E'tibor bering, mana orasidan kirib mana keyingi qatorda ikkita to'qib bitta ko'paytiramiz. E'tibor beringlar, ikkita to'qiganimizda uchinchi ko'paytirish qilganimiz ko'paytirilgan choqqa to'g'ri kelib qolmasin. Mana hozir tushuntirib o'taman. Mana bitta to'qigan, mana bu ikkita to'qidim. Uchinchisiga mana bunga to'g'ri kelyapti, ko'paytiraman. Agar buni yonidagisiga to'g'ri kelib qolsa, buni ham ko'paytirsangiz, anaqa yoyilib ketadi choq. Shuning uchun bitta oldinga ko'paytirish qilyapman. Agar shunaqa to'g'ri kelib qolsa, ko'paytirmasdan olib o'tib ketasizlar, keyingisiga ko'paytirish qilasizlar. Bo'lmasam dumaloqlaring tekis chiqmaydi. Mana bunga ko'paytirish qilamiz. Endigisida mana to'qiyapman bitta, ikkita, uchinchisiga mana bu birinchi ko'paytirganimizga to'g'ri keladi. Mana bu yonidagisiga ikkinchi bitta teshik ikkita kirganimiz ikkinchisiga to'g'ri kelib qolsa, buni tashlab keyingisiga ko'paytirish qilib ketasizlar. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qator oxirigacha o'zingiz mana shunday ikkita to'qib, bitta ko'paytirib to'qib kelasiz. Mana ipimizni uzib oldik. Endi obvязка qilishni o'rgataman. Obvязка qilganda mana bu tomoni tagida bo'lishi kerak, bu ichida qoladi. Mana nimamizni, korzinkamiz ichida qoladi. Ipni olamiz. Mana bu birinchi petladan ozgina uzunroq qoldirib, o'tgan safar o'rgatganman. Fanerli korzinkada ham mana kiramiz, bitta olib chiqamiz va bunday o'ylaymiz. Buni o'tamiz. Mana kiramiz, bitta olib chiqamiz. Mana kiramiz, bitta aylantirib olib chiqamiz va o'ylaymiz. Mana shunday qilib obvязка qilinadi hamda obvязка qilgandan keyin mana bu tomonidan to'qib ketilaveradi tepaga qarab. Narigi fanerli korzinkada qanday to'qigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa qilib korzinka to'qisak bo'ladi. Bu dumaloqdan choynak tagiga qo'ygan to'qisanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam sumka to'qisanglar ham bo'ladi. Shunaqa dumaloq to'qib, ikkita bir xil dumaloq qilib, yonlarini to'qib sumka qilsak bo'ladi. Keyingi videolarimizda sumka to'qishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu dumaloqdan ko'p narsalarda foydalansa bo'ladi. O'ylaymanki, darsimiz sizlarga manfaatli bo'ladi. O'zingiz to'qib ko'ring va qanaqa chiqqan rasmlarini jo'nating, natijalar bilan bo'lishing. Yana nima to'qishni xohlaysiz, qanaqa joyini tushunmayapsiz, kanalda yoki kommentariyada yozsangiz, sizga albatta javob beraman. Xayr, sog' salomat bo'ling. Mana qator oxiriga kelib oldik. Endi xuddi shunaqa o'tgan qatorda qilganimizdaqa qilib, orqa tarafdan kirib olib o'tamiz bu yoqqa. Va birinchi petlardan shunday qilib to'qiladi. Mana ko'rdingiz, dumaloq hosil bo'ldi. Endi buni mana shunaqa kichkina xohlasangiz, mana shunaqa kichkina, agar kattaroq xohlasangiz, keyingi qatorida 3 ta to'qib bitta ko'paytirish qilasiz. Yana ham katta bo'lsa 4 ta to'qib bitta ko'paytirish qilasiz. Ana shunday qilib to'qib kattarib ketaveradi. Menga unaqa katta kerak emas, mana shunaqa kichkina to'qimoqchi edim. Shuning uchun endi buni
Assalomu alaykum aziz opa singillar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kecha korzinka to'qish darsligini joylaganimda tagi fanerlik edi. Shuning uchun faneri bo'lmaganlar uchun yoki uni xohlamaganlar uchun tagini ham trikotajikda to'qish mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. Shunaqa to'qisanglar ham bo'ladi. Mana bu korzinkamizda buyog'i ipda tagi ham xuddi shunaqa trikotaj ipda to'qilgan. Bugun sizlarga xuddi shunaqa mana bunisi ham xuddi shunaqa tagini ipni o'zidan to'qiganmiz. Bu ham qattiq, mustahkam bo'lib chiqadi. Buning uchun bizga trikotaj ip o'zlaring xohlagan rangdagina qanchaga to'qiganimiz jigaring edi. Ozgina ko'rinmay qoladi deb o'yladim. Shuning uchun bugun yorqinroq ipda to'qishni xohladim. Tanladim yorqinroq ipni. Mana endi boshlaymiz. Bismillah deb kurchok 5,5 kurchok kerak bo'ladi. Mana birinchi halqa olamiz. Mana ipni mana shunday holatda oson, yangi boshlovchilar uchun oson bo'lishiga mana aylantirib olamiz kurchokni ichiga. Bunday holatda kurchokni ichiga aylantirib mana shu halqani ichiga 6 ta aylantirib olamiz. Endi mana bu yordamchi ipimizni qoldirgan ipimizni tortganimizda bu dumaloq holga keladi. Mana shunday holatda bo'ladi. Endi mana bu kurchokdagi halqamizni chiqarib birinchi olgan petlyamizni ichiga kirgizib olamiz. Mana shunday holatda orqaga chiqarib olamiz. Oldidan orqaga qarab tortamiz. Mana endi mana shu petlyani oxirgi mana yaxshilab ko'rinsin. Mana shunday holatda bo'ladi. Endi mana bu oxirgi olgan petlyamizni o'rtasidan kiramiz. Mana bu ilgakni ilib bu ipimiz bilan qo'shib olib chiqib ketamiz. Mana. Keyin yana to'qishda davom ettiramiz. Har bir petyani bug'doychalarimizni orasidan olib o'tamiz. Shunda chiroyli choq hosil bo'ladi. O'rilganda. Endi mana bu birinchisi har biriga mana 6 ta to'qib oldik. Endi har biriga 2 tadan kirib chiqamiz. Shunda bizda qator oxirida 12 ta petya hosil bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Mana bu chokdan emas, mana bu halqadan emas. Men bug'doychaning orasidan kiryapman. Bitta yana shu joyga kiramiz. Ikkita. Keyingisiga mana bug'doychaning orasidan kiryapman. Mana bu yerga emas, mana bu bug'doychani. Shunga e'tibor bering. Ko'pchilik to'qishga ozgina boshida qiyin bo'ladi. Shuning uchun petlyani o'zidan olib ketib qo'ya qolishadi. Yo'q, bunda xato bo'lib qoladi.
bug'doychani orasidan olib o'tsangiz xuddi o'rimga o'xshab chiroyli chiqadi. Mana ikkita bo'ldi. Hozir bizda mana 1 2 3 4 ta bo'ldi. Qator oxirigacha 12 ta qilib to'qib boramiz. Mana qator oxiriga kelib oldik. 12 ta bo'ldi petlalarimiz soni. Har bir petliga 2 martadan kirdik. Endi ulash jarayonini ko'rsataman. Mana oxirgi petlarni to'qigandan keyin mana bu nimani ipimiz uzunroq qilib, mana bu birinchi petlaga teskari tarafdan orqa tomondan kiramiz va buni oldidan orqaga qarab olib o'tamiz. Mana shunday qilib, endi buni mana bu oxirgi petlarni orasidan bug'doychadan kirib, mana bu ipni elamizda kurchog'imizga ipni aylantirib bu yerga chiqamiz. Mana dumaloq hosil bo'lyapti. Mana ko'rdingizmi? Bug'doychalar hosil bo'lyapti. Orasidan kirganim uchun endigi qatorimizda bitta to'qib, bitta ko'paytiramiz. Shunda qator oxirida 18 ta petla hosil bo'ladi. Mana bitta to'qidim, bitta ko'paytiraman. Mana bug'doychani orasidan kiryapman, e'tibor bering. Shunda joyingiz chiroyli chiqadi. Mana bitta to'qib, bitta ko'paytirdim. Yana keyingisiga kiramiz. Bug'doychani orasidan kiryapman. Mana bitta to'qidim. Endigisini bitta joyga 2 martadan kirib ko'paytirish qilaman. Mana bitta. Endi xuddi shu yerga yana bir marta kirib, ipni aylantirib olib chiqamiz. Mana 2 ta bo'ldi. Mana shunday qilib qator oxirigacha to'qib kelamiz.